Yaxşımızlar ko'pchilik, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Hozir sizlarga ayilda oddiy bo'lgan Italiya cho'pi tayyorlash darsini olib keldim. Buning ketarlik materiallaridan Italiya cho'pi, buni tayyor setib olamiz. Andan keyin piyoz, ko'k much, qizil much, qalgush bo'lsa bo'ldi. Go'shtning turiga o'zinglar mogo, agar go'sht yeyishni yaxshi ko'rmaydiganlar bo'lsa, mogo yoki mur aralashtirsangiz bo'ldi. Andan keyin qozonga muvofiq miqdorda moy qo'ydik. Moy azoq chuchgandan keyin buning ustiga sarmoy qo'ydik hozirgi, ya'ni huang yuva. Buni qo'yib, o'zimiz yaxshi ko'rgan qalgush bilamdi, qo'y go'sht bilamdi. Mushni qozonga qo'ygandan keyin sarmoy bilan birga qo'raymiz, qo'rib buning ustiga piyozni qo'ydik. Piyozni qo'yib bo'lgandan keyin qizil mush, ko'k mushni tashlaymiz qozonga. Chuqum saylarning to'g'rilish shakli mushtaq uzuncha qalat bo'lish kerak, chunki Italiya cho'pining cha salati bo'lsa, rangi ham tam qo'shmay yaxshi chiqmaydi, ta'mi. Andan keyin bir qo'shiq tuz, andan keyin Italiya cho'pini yana qo'ydik, qo'yib shonchov qo'ydik azroq. Shonchov ma'u biz aytgan Italiya cho'pining ta'mi kirgizdi, nihoyat yaxshi. Andan keyin qayt qozonda mushtaq teksh elashtiramiz. Andan keyin qara xujafin qo'ydik. Xujafin bumi tam kirgizdi. Bumi kam bo'lsa bo'lmaydi. Italiya cho'p tayyorlash kam bo'lsa bo'lmaydigan xuruj hisoblandi. Nihoyat oddiy it shakli. Yaxshi ko'rgan xonim qizlar itib sinab baxsanglar bo'ldi. Andan keyin aslo taklif fikr yozib qo'yinglar. Tarqitib qo'ysanglar bo'ldi. Endi eng oxirida azroq ochiq suv yoki shonchov qo'ysanglar bo'ldi. Shonchov bo'lsa